Dunyo sir sinoatlarga to'la. Sayyoramizning har bir burchagida turli mo'jizalar bisyor. Ular o'zlarining noyobligi, mahobati va tarixiyligi bilan inson ongini hayratga soladi. Xususan O'zbekistonda ham shunday mo'jizalar borki, ularga yuksak maqom bersa bo'ladi. Siz tasvirda ko'rib turgan tarixiy ustunlar bir qarashda inson qo'li bilan yaratilganga o'xshaydi. Ularning joylashuvi va ko'rinishi quruvchilarning ishini eslatadi. Aslida bu mo'jizalarning muallifi ona tabiatdir. Ushbu maskan tarixiy manbalarda Tosh o'rmon nomi bilan qayd etiladi. Bu Tosh o'rmon yurtimizdagi Qizilqum sahrosi, Jaraquduq tekisligi hududlariga to'g'ri keladi. Tosh ustunlar qanday paydo bo'lgan? Ular necha yoshda? Bu yerda qanaqa jonzotlar yashagan? Qizilqum va okeanlar o'rtasida bog'liqlik bormi? Ushbu savollarga Jaraquduqqa ekspeditsiya mobaynida javob topishga urinamiz. Bu o'lkaga borish uchun Navoiy viloyatining mashhur Uchquduq tumaniga otlandik. Uchquduq tuman hokimligi vakillaridan ushbu maskan to'g'risida ma'lumot so'radik. 30 million gektar yerni egallagan Qizilqum kengliklari o'rnida bundan qariyb 100 million yillar avval Tetis dengizi mavjlanib oqqan degan taxminlar yuradi. Albatta bu taxminlar bekorga emas. Hozir ham Mingbuloq ovulga borib qolsangiz, uning atrofidan o'sha tosh qotgan chig'anoqlar, akula tishlarini ham uchratishingiz mumkin. Uchquduq tumani markazidan 100 kilometr, Mingbuloq ovulidan 30 kilometr olisda joylashgan, juda noyob tosh o'rmon deb nomlanuvchi tarixiy obyekt joylashgan. Asta sekinlik bilan manzilga ketyapmiz. Ilmiy ekspeditsiya a'zolari orasida O'zbekiston geologiya qo'mitasi vakillari, Slovakiyaning Pavel Yozef Safarev universiteti olimlari, fransiyalik, perulik tadqiqotchilar mavjud. Ekspeditsiya a'zolari Jaraquduqda Bor davrini tadqiq etishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Эта экспедиция у нас уже Bu slovakiyalik olimlar bilan bo'lgan ikkinchi ekspeditsiyamiz. Birinchisida ham katta topilmalarni aniqlaganmiz. Bu safargi ekspeditsiyada juda ko'p yosh izlanuvchilarimiz qatnashmoqda va o'z tajribalarini oshirishmoqda. Jaraquduqqa kelib turli dinozavr, timsoh, akulalarni tishlarini qidirmoqdamiz. Shunaqa ekspeditsiyalar juda ham ko'proq bo'lishini men istardim, chunki xalqaro bunaqa ekspeditsiyalar bizlarga ham tajriba vazifasini bajaradi. Nás učiteľka učila o pušti Karakum, Kizilkum, o pušti Gobi. Maktabda o'qigan davrlarimizda o'qituvchimiz bizga Qoraqum va Qizilqum sahrosi haqida gapirib berardi. U yerdagi tabiiy muhitni eshitib lol qolardik. Taqdir taqozosi bilan shu Qizilqumda izlanish olib boryapman va aql bovar qilmas yangiliklarni o'zim uchun kashf qilyapman. Ilmiy izlanishlarimiz salmoqli bo'lishiga ishonamiz.
No a moja hlavná úloha je v podstate... Mening asosiy vazifam tosh qotgan topilmalarni izlash va ekspeditsiya mobaynida kechadigan yangiliklarni yozib borish, topilmalarni fotosuratga muhrlash, shuningdek tomografiya qilish va tuzilishini tekshirishdan iborat. Bor davri Mezozoy erasining 3-davri. Yuradan keyingi va Kaynozoy gruppasining Paleogen sistemasidan oldingi davrni o'z ichiga oladi. O'zbekiston hududida bu davrlarda turli tabiat o'zgarishlari va jarayonlari kechgan. Už prvá ekspedícia ukázala vlastne bohatstvo. Ushbu ekspeditsiya biz uchun katta ahamiyatga ega, ya'ni paleontologik izlanishlar uchun katta imkoniyat. Jaraquduq noyob maskan. 95 million yil ilgari bu yerda boshqa joyda uchramaydigan jonzotlar yashagan. Jaraquduqda aholi kamchilikni tashkil etadi. Ular asosan chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Mahalliy aholi tosh o'rmon to'g'risida nimalar bilishar ekan? Tosh o'rmon eskida tal bo'lib o'sgan ғой, tal bo'lganda, tas bo'lib yiqilganda былай qaray. Qiz paytimda borganda yaxshi edi, so bo'yicha tutasidan javlik yatiribdi edi. Hozir endi buzilgan бұл дейтін. Bittalari mumkin olib ketadi, ko'rsatam deydi, shamol ushiradi, oyoqning tagida qoladi. Sonымен hozir unaday buzilganda endi degan. Bu taş orman, 5-6 yıldan beri taş orman degen atalып ketti o şekilde. Adam geldi Taşkent'ten, Navay'dan adam gelip taş orman deb at koyup işlerdi sözüdü. Ko'p adamlar ishlagan. Tosh o'rmon to'g'risida turli rivoyatlar ham yuradi. Birovlar ayda qar bor deydi, birovlar oltin besiq bor deydi. Biroqdan o'sha yerda birovlar eskida plakka solib oltin ko'mgan deydi. Tosh o'rmon to'g'risida ko'p afsonalar bor. Aytishlaricha uzoq yilda paydo bo'lgan ekan, bizlar bilmaymiz, ata-bobolar ham ko'rib ketganmi? Maskanni birinchi bo'lib 1919-yilda Andrey Dmitrievich Arxangelskiy aniqlagan. Ba'zi taxminlarga ko'ra, bu ustunlar tosh qotgan daraxtlarning tanalaridir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu ustunlar million yillar oldin zich o'sgan daraxtlar bo'lgan. Endi mana bizni ro'paramizda turgan tosh qotgan daraxtlarni tanalari, novdalari bilasiz, bundan biz 10-15 yil muqaddam kelganimizda hatto balandligi 4 metrlik tosh qotgan daraxtning tanalarini ham sho'rda uchratgan edik. Endi bu yerdagi daraxtlarning turlari haqida bugun endi mana bugungi zamonaviy daraxtlar yoki zamonaviy o'simliklar turlari deyishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Nimaga desangiz, 100 million yil muqaddam bilan hozirgi davrning o'rtasida mavjud bo'lgan juda ko'plab o'simlik, daraxt turlari, namunalari yo'qolib ketgan va bugungi kunda ular faqat mana shunday tosh qotgan holatda saqlanib qolgan xolos. Odamlar orasida shunday mish-mishlar yuradiki, tosh qotgan daraxtlar sehrli kuchga ega. Ulardan tayyorlangan tumorlar insonga omad keltirar ekan. Bu rivoyatlarga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston geologiya muzeyiga murojaat qildik. Ko'pgina ma'lumotlar berilib turibdi. Bu ham yaxshi, ham ma'lum miqdorda fanga noto'g'ri ma'lumotlar ham berilyapti. Shulardan bir qiziq ma'lumot shu narsa ko'tarilib chiqdi oxirgi paytda O'zbekistondagi tosh o'rmonlar to'g'risida. Bu tosh o'rmonlar nima, qanaqa paydo bo'lgan? Insoniyatda shunday xususiyat borki, bu ko'rgan narsasini shu o'xshatgan bo'lsa, shu narsaning nomini qo'yib yuboradi. Aslida olib qaraydigan bo'lsa, tosh o'rmon nima?
o'rmon nima, toshga aylangan daraxt nima? Oldin birinchisi shu tushunchaga bir qisqagina ma'lumot berib o'tsam. O'rmon hech qachon shunchalik bir-biriga yaqin bo'lib o'smaydi. O'sishi mumkin emas. Har qanday daraxtni har yilgi o'sgan aylanasi bo'ladi. Ma'lum bir mutaxassislarimiz shunday ma'lumot berishdi. Bu yerda tutlar o'sgan, keyin bu yerda danaylar bor, urug'lar bor deb turib har qanday toshni ushlab olib o'xshatib gapirish ham chiroyli narsa bo'lmasa kerak. Munozaralar bir to'xtamga kelmayotgani tabiiy. Chunki bu morikonlar tuzilishi jihatdan tosh qotgan daraxtlarga o'xshaydi. Darhaqiqat dunyoda tosh qotgan daraxtlar ko'p uchraydi. Bunga misol qilib, Rossiyaning Samara oblastidagi tosh o'rmonni, Madagaskar orolida topilgan tosh qotgan daraxtlar, Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona cho'lida va Qizilqum sahrosida juda ko'p tosh qotgan daraxtlar namunalari topilgan. Ammo biz o'rganayotgan tosh o'rmoni umuman boshqa jarayonlar natijasida paydo bo'lgan. Qizilqum cho'lining markazidagi Jiraquduq darasi dengiz sathidan salkam 13 metr pastda joylashgan. Milliard yillar oldin bu o'lkalar o'rnida qadimgi Tethys okeani bo'lgan. Ekvator kesimidagi Tethys okeani hozirgi Osiyo hududlariga to'g'ri keladi. Uning kengliklarida million yillar davomida turli-tuman jonzotlar yashagan. Navoiy viloyatini Jiraquduq hududidagi joylashgan tosh o'rmon degan joyi aslida olib qaraydigan bo'lsa, hech qanday tosh o'rmon desa bo'lmaydi. Bu geologik tilda olganda yer ostidan chiqayotgan gazlarni dengiz okean ostidagi morkonlari, ya'ni ruschasiga aytganda cho'rniy ko'rinishki. Taxminan 100 million yil oldin Yer sayyorasida ikki qit'a, Lavraziya va Gondwana mavjud edi. Ular o'rtasida Hind okeanidek keladigan Tethys okeani joylashgan edi. Uning sarhadlarida xilma-xil okean flora va faunasi rivojlanishidan tashqari boshqa suv osti jarayonlari ham kechgan. Qora morikonlar okeanlar o'rtasidagi tubliklarda vujudga keladigan geotermal manbalarni shunday atashadi. Bu morikonlar okean tubidagi yoriqlardan turli gazlar otilib chiqishi natijasida paydo bo'ladi. Bu gazlar esa okean tubidagi yoriqlar ichiga suv kirib, mantiya qatlamigacha yaqin borishining sababidir. Qaynoq mantiya sizib kirgan suvni bug' va vodorod hamda kislorodga ajratib tashlaydi. Katta bosim paydo bo'lib, yuqoriga qarab harakat qiladi va yer postidagi yoriqlar orqali okean tubidan otilib chiqadi. Bu ko'rib chiqilgan farazni qora morikonlarning tug'ilishi desa ham bo'ladi. Mana oldimda turibdi bir bo'lak. Shu tomonini ko'ringlar, buni ichi bo'sh. Daraxt o'zagi qurib ketgan bo'lsa, bitta yarimta shunaqa bo'ladi, bo'lmasa asosan ichi qattiq bo'lib yetib keladi. Mana shuni ichidan yer ostidan, ya'ni mantiyadan chiqayotgan gazlar shu okeanda chiqishi, suvni sovug'ini, buni issig'i natijasida mana bunaqa cho'kindilar paydo bo'ladi. Chet ellik mutaxassislar fikri ham ushbu taxminlarni tasdiqlamoqda. A my sa nazdávame, že tieto formácie vznikali anorganickou cestou. Ushbu tuzilmalar anorganik jarayonlar natijasida vujudga kelgan degan taxminlar mavjud. Ya'ni bu ustunlar odatiy tosh o'rmon emas, balki okean tubidagi qora morikonlardir. Yer osti madanlari otilib chiqishi natijasida shunday shaklli ustunlar paydo bo'lgan. Shunga o'xshagan kichik namunalarni pastroqlardan ham topish mumkin. Na viacerých miestach. Hozirgi paytda ham yer sayyorasida bunday qora morikonlar mavjud. Ammo ularni tadqiq qilish uchun kuchli suv bosimiga dosh beradigan batiskaflar kerak bo'ladi. Suv ostidagi tadqiqotlar ancha mushkul va xatarlidir. Jiraquduqdagi morikonlar esa ushbu tadqiqotlarni
ancha osonlashtiradigan va o'rganish uchun qulay majmualar sirasiga kiradi. Żyraquduk. Miasto, które jest unikatne w świecie. Jaraquduq dunyodagi noyob maskanlardan biri. Biz Qizilqum markazida turibmiz. G'ayrioddiy hodisa, ammo bu yerlar avval Tetis okeanining tubi bo'lgan. Ushbu namunada ko'rishimiz mumkinki, bu yerda harorat har doim o'zgargan. Yuqori harorat ta'siri natijasida qoramtir rangli tuzilishni kuzatamiz. Bu namunada 3 xil harorat darajasini ko'ramiz. Ya'ni qaynoq o'rta haroratli va sovigan materialni kuzatishimiz mumkin. Остывший материал. Газы поднимаются при высокой температуре. Gazlar yuqori haroratda tepaga ko'tariladi va harorat suv ta'sirida pasayadi. Natijada bu yerda quvursimon shakllarning ikkiga bo'linishi yuzaga kelgan. Ya'ni biz bir quvurdan ikkita bo'g'in bo'linishining guvohi bo'lamiz. Savol tug'iladi. Agar bu morikonlar suv ostida bo'lgan bo'lsa, nega hozir quruqlikda yer yuzasida paydo bo'lib qolgan? Tektonik plitalar siljishi va alohida qit'alar shakllanishi natijasida qit'alar o'rtasida yopiq dengiz paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Million yillar davomida bu dengiz o'z shaklini o'zgartirib, kichrayib boradi va quriydi. Balki Orol va Kaspiy dengizi o'sha ulkan dengizdan qolgan sho'r suvli dengizlardir. Biz ekspeditsiyaga otlangan Qizilqum sahrosi Tetis dengizining tubi ekanligi to'g'risida ilmiy farazlar mavjud. Hali hanuzgacha paleontologlar u yerdan tosh qotgan jonivorlar qoldiqlarini topishadi. Jaraquduq hududlarida organizmlarning birinchi navbatda umurtqali hayvonlarning qazilma qoldiqlari ko'p. Bugungi kunga kelib, bu yerdan kamida 70 oilaga bo'lingan 200 ta tur jonivorlar vakillari topilgan. Baliqsimonlar, akulalar, skatlar, amfibiyalar, sudraluvchilar, toshbaqalar, kaltakesaklar, timsohlar, plesiozavrlar, qushlar, sut emizuvchilar shular jumlasidandir. Dinozavrlarning ham qoldiqlari topilgan. Мы находимся Biz Jaraquduqdamiz. Bu yer dunyodagi eng ko'p tosh qotgan topilmalarga boy joy. 90 million yil oldin yashagan jonivorlar juda noyobdir. Sizlarga topilgan tosh qotgan suyaklarimizdan bir nechtasini ko'rsatishim mumkin. Masalan, mana bu katta dinozavr umurtqasining bo'lagi. Suyak yaxlit emas, unga zarar etgan. Buning sababi bu yerda yer qatlamlarining siljishi mavjud. Bir necha yillar muqaddam Qizilqum sahrosiga uyushtirilgan xalqaro ekspeditsiya vaqtida paleontologlar tosh qotgan dinozavrlarning suyaklarini topishdi. Bu topilma tiranozavrning yangi turi edi. Unga buyuk sarkardamiz Amir Temur sharafiga Temurlengi deb nom qo'yildi. Bu dinozavrlar bo'yi taxminan 2-3 metr, uzunligi 13 metrgacha yetgan. Dinozavr Bor davrining oxirlarida yashagan. Я могу сказать, что Aytishim mumkinki, biz har kuni dinozavrlar suyaklarini topamiz. Ammo biz yirtqich dinozavrlar tishini topganimizda alohida xursand bo'lamiz. Bu tishni yirtqich dinozavrga tegishli ekanligini qanday bilish mumkin? Agar unga sinchiklab qaralsa, uning qirralarida mayda arrasamon bo'rtiqlar bor. Xuddi ego kabi. Bu dinozavrlar ushbu xanjardek o'tkir tishlari bilan o'ljalariga hamla qilishgan. Biz ushbu turni o'rganib chiqqanimizdan so'ng uni Temurlengi turiga tegishli deb aytishimiz mumkin. Ular tiranozavrlar oilasiga kirishgan. это был тиранносаврий. Jaraquduqda topilgan eng nodir topilmalar allaqachon O'zbekistonning yirik muzeylari, Davlat geologiya muzeyi, Navoiy viloyati tarixiy o'lkashunoslik muzeyi, Zarafshon va Qizilqum tarixi muzeylarining qimmatli eksponatlariga aylangan. Ilmiy ommabop filmimizning keyingi qismida
Qizilqum hududlarida yashagan dinozavrlar haqida so'z yuritamiz. Moziyga sayohatimiz davomlidir. Qora mo'rikonlar mavzusiga qaytar ekanmiz, bu joyni kelajak avlodga saqlab qolish va turistik maskanga aylantirish yo'lida mamlakatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Uchquduq tumanining bir guruh faollari ana shunday noyob, boshqa joyda uchramaydigan tarixiy obyektni ochiq osmon ostidagi muzey qilish taklifi bilan chiqqan edilar. Joriy yilning 10-martida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yilda turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi Tosh o'rmon tabiiy arxeologik yodgorligining tevarak atrofini 3D panjara bilan o'rash, quyosh batareya panellari, kuzatuv kameralari, tungi yoritgich chiroqlarni o'rnatish ishlari joriy yil davomida amalga oshiriladi hamda foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Убедительная просьба. Bu joyga sayohat qiluvchilar va izlanuvchilardan shuni iltimos qilib qolardikki, ochiq osmon ostidagi muzeyni asrab-avaylang. Keluvchilar bir necha bor qora mo'rikonlardan olib ketishayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Bu tabiiy yodgorlik 95 million yil mobaynida bizning davrgacha yetib kelgan. Agar biz uni avaylasak, u yana shuncha turishi mumkin. И, возможно, больше. Tarixning o'qilmagan sahifalari ko'p. Olis o'tmishning betakror va o'chmas sahifasi bo'lib muhrlanib qolgan qora mo'rikonlar ajoyib va g'aroyib tabiat mo'jizasidir. Uning sirlarga to'la o'tmishi bizga hali hamon qorong'u. Balki bu sinoatlar tarixini hech qachon bilmasmiz.